Bu dunyoda och qolasan, chorasiz qolasan, xafa bo'lasan, kasal bo'lasan, haqlaring poymol bo'ladi, zulm ko'rasan, shunda tushkunlikka tushib ketasan. Hayotdan zerikish paydo bo'ladi. Agar mana shunday holatga kelib qoladigan bo'lsang, birodar, Robbingning huzurida seni kutib turgan, sen uchun tayyorlab qo'ygan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh o'sha jannatga borasan. Mana shu e'tiqod bilan yashaydigan bo'lsang, ustingga kelayotgan, seni yuragini siqayotgan bu balolar, musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni Asr surasida bor yo'g'i 3 tagina oyatni nozil qilgan. Hammamiz bilgan Bismillahirrohmanirrohim val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Ali roziyallohu anhu mana shu oyat haqida shunday dedilar. Agar Qur'onda Asr surasidan boshqa oyat nozil bo'lmaganida, faqat Asr surasi o'zi bo'lganida kifoya qilar. Chunki mana shu qisqagina 3 oyatlik surada Alloh taolo insoniyat saodatga yetish uchun nima kerak bo'lsa, kichkinagina suraga jamlab qo'ydi. Alloh taoloning Qur'ondagi e'jozi, kalomdagi e'jozi. Asr vaqtiga qasamki, barcha inson ziyon baxtsizlikdadir. Faqat iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan, bir-birlariga haq yo'lni tavsiya etgan va bir-birlariga mana shu haq yo'lida sabr toqat qilishni tavsiya etgan zotlargina najot topguvchidirlar. 3 ta oyat. Bu 3 ta oyatda Alloh taolo qasam ichida deyapti, inson bolasi borki dunyoga keldi, ziyonda. Alloh taolo 4 ta sifat haqida so'z yuritadi. Iymon, solih amal, bir-birini yaxshi yo'lga chaqirishlik hamda orqasidan sabr. Shu mana shu aytilgan 4 ta sifatdan bittasi sabr bo'lmaydigan bo'lsa, qolgan 3 ta amal insonga foyda bermay qolishi mumkin. Bir inson iymonli, solih amalni qiladi, bir-birini to'g'ri yo'lga chaqiradi-yu, lekin ozgina boshiga musibat, mashaqqat kelib qolsa, tashab qo'yadi bu ishni. Bu odamning qiladigan amallari o'ziga manfaat keltirmay qolishiga ehtimoli bor. Chunki Yunus alayhisalom iymonli bo'lgan, solih amali bo'lgan payg'ambar, odamlarni haqqa da'vat qilgan Allohning rasuli, lekin oxiriga borganda qavmi Yunus alayhisalomning so'ziga quloq solmaganida, masxara qilganida, ulardan yetgan bu aziyatlarga sabr qilmasdan qavmini tashlab chiqib ketdi, baloda qoniga tushdi, qissani eshitganmiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda 90 dan ortiqroq o'rinda sabr haqida so'z yuritadi. Sabr haqida so'z yuritiladi Qur'onda. 90 dan ortiq o'rinda. O'ylantirishlik kerak insonni bu narsa. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga fasbir sabran jamila. Bas chiroyli sabr bilan sabr toqat qiling deb buyurdi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning mana shu buyrug'iga to vafot qilgunga qadar so'zsiz itoatda bo'ldi. Agar bir insonning boshiga botil, nohaqlik bostirib kelsa, agar tog'iylar tug'yonga kelsa, bas chiroyli sabr bilan sabr toqat qilsin. Agar moliga ziyon yetsa, dunyosi yo'q bo'lsa, uyi kuysa, qarni ko'paysa, g'am tashvishlar ziyoda bo'lsa, bas chiroyli sabr bilan sabr toqat qilsin. Agar do'stlari kamayib, dushmanlari ko'paysa, chiroyli sabr bilan sabr toqat qilsin. Johillarning tajovuzlari ortsa, jina kuduratli kishilarning hujumlari ziyodalashsa, bas chiroyli sabr bilan sabr toqat qilsin. Agar yo'llarga tuzoqlar qo'yilsa, mushkulalar tuzilsa, yomonliklar sanoqsiz ko'payib borayotgan bo'lsa, bas chiroyli sabr bilan sabr toqat qilsin. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam umrining oxirigacha mana aytdi, chiroyli sabr bilan sabr toqat qilgan kishilar. Rasululloh Makka yashar ekan, yaqin kishilari olib kelgan risolatiga kofir bo'ldi. Amakilari dushmanlik qildi. Payg'ambarimiz chiroyli sabr toqat qildi. Faqir bo'ldi. Qorniga tosh balab yurdi. Och qoldi. Payg'ambarimiz chiroyli sabr toqat qildi. 2 yoshga kelgan o'g'li Ibrohim vafot qilib bo'lganidan keyin qo'lida ushlab turar ekan shu o'g'lini aytardiki, ko'z yoshlanadi.
qalb mahzun bo'ladi. Lekin biz Robbimizni rozi qiladigan so'znigina aytamiz. Ey o'g'lim Ibrohim, biz sizdan ajralganligimizdan mahzunmizdir. Mana shunday bir og'ir musibat yetib turganda ham payg'ambarimiz aytayaptilarki, biz faqat shu holatda ham faqat Allohni rozi qiladigan so'zni aytamiz. Biz nima deymiz? Biz ham shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'ziga iqtido qilishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib iymon keltirgan Hadija onamiz vafot qildi. Rasulullohga mushriklardan yetgan aziyatlarni yegishlikda yordamchi bo'lgan Hadija onamiz vafot qildi. Moli mulkini, bor burdini Alloh va Rasulining roziligi yo'lida qurbon qilgan Hadija onamiz vafot qildi. Payg'ambarimiz mushriklardan aziyatni eshitib uyga kirganda qalbiga taskin beradigan suyangan kishisidan ajradi. Payg'ambarimizga vahiy shu xavotirga kirib, o'lib qolarmikinman degan xavotirga tushganida yo'q. Allohga qasam, Alloh sizni hargiz xor qilmaydi. Axir siz qarindoshlikni joyiga qo'yasiz. Miskinlarga yordam berasiz, yetimni boshini silaysiz, mehmonlarni hurmat qilasiz. Sizdagi insonni Alloh xor qilmaydi deb ko'ngliga shunday taskin berib turgan Hadija onamiz vafot qilganda payg'ambarimiz chiroyli sabr qildi. Chunki Alloh taolo payg'ambarimizga fasbir sabran jamila. Bas chiroyli sabr toqat bilan sabr toqat qiling degan edi. Quraysh payg'ambarimizni o'ldirishga ittifoq qildi. Eshigini tagiga o'ldirishlik qasdagi yigitlarni tizib qo'ydi. Rasululloh chiroyli sabr qilib turdi. Alloh taolo payg'ambarimizni qanday qutqardi? Eshikni ochib chiqar ekan, yigitlarning ko'ziga Alloh taolo uyquni yubordi. Rasululloh shunday o'tib ketaverdi. O'tib ketidan yerdan bir siqim tuproqni oldi, har bittasini boshiga to'kib chiqdi. Nima uchun Alloh taolo saqladi? Chunki bu payg'ambari Robbisining buyrug'ini bajardi. Chiroyli sabr toqat qiling dedi, chiroyli sabr toqat qildi. Oldidan o'tib ketayotsa ko'rmay turishaverdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz Allohning mana shunday nusratiga yordamliga haqli kishi edi. Chunki sabr toqat qiling degan oyatiga labbay deb javob bergan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan Savr g'origa chiqdi. Mushriklar payg'ambarimiz berkinib turganda chiqdi. Avvalgi darslarimizda aytdik. G'orda oldiga chiqishdi. Engishib qarasa ko'radigan holatda engishmadi. Nima uchun? Chunki payg'ambarimiz chiroyli sabr qildi, Alloh taolo o'zi saqladi. Allohdan boshqaga suyanib bo'lmaydi. Allohdan boshqadan kutib bo'lmaydi. Ona qilar ekan, omona qilar ekan deb. Agar shu narsasiz bilan biz hayotimizda o'tayotgan bo'lsa, juda bir katta adashayotgan bo'lamiz. Nusrat yordam faqat Allohdan umid qilinadi. Hatto cho'ntagingizdagi pulingizga suyanmang. Bo'lmasa naq turibdi, hozir borib olasiz. Yo'q, Alloh nasib qilsa bo'ladi. Mo'minlar Allohdan boshqaga suyanishligi mumkin emas. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz degan nima degani? Sengagina suyanamiz degani. Deb turib boshqalardan kutib qo'ysak xato qilgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz Madinaga keldi. Yangi hayot boshlandi, yangi mehnat, yangi mashaqqat, yangi dushmanlar, ochlik, qorniga tosh bola yurish, xavotir. Lekin shu holatda ham payg'ambarimiz sabr qildi. Chunki Robbisi chiroyli sabr toqat qiling degan edi. Bizga ham Alloh taolo xuddi shu narsani beradi. Fasbir sabran jamila. Bas chiroyli sabr bilan sabr toqat qil. Qizlari birin-ketin vafot qildi. Payg'ambarimiz ularni bitta-bitta ko'mar ekan, chiroyli sabrda bo'ldi. Chunki Robbisi chiroyli sabr toqat qiling degan edi. Uhudda Rasulullohning qonlari, muborak qonlari oqdi. Muborak yuzlariga sovutlarning ilmoqlari simlari kirib qoldi. Yuzlariga, boshlariga zarba yedi. Chuqur yiqilib tushdi. Shunda ham payg'ambarimiz sabr qildi. Chunki Robbisi nima degan edi? Chiroyli sabr qiling degan edi. Handaq g'azotida munofiqlar, kofirlar, mushriklar, yahudlar Madina-i Munavvarani o'rab 10 mingta odam keldi. Handaqda 3 mingta odam bo'lib kavlashdi. 3 mingta odam 10 mingta odamni kutib turgan paytda orqa tomondagi Madina-i Munavvaraning orqa tomonidagi Banu Qurayza yahudlari xiyonat qilishdi. Payg'ambarimiz bilan urushmaymiz deb to'xtaga kelishgan edi, xiyonat qilishdi. 2700 ta odam qaytib oldi Allohga. 300 ta odam Handaqda oldida turibdi. Handaqda bu tomonida 10 mingta mushrik turibdi. Orqa tomonda xiyonat qilgan Banu Qurayzaning xatari turibdi. Tovuq, ochlik, shamol, qo'rquv, hamma mashaqqat, musibatlar 300 ta payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan qolgan sahobalar ustida turdi. Alloh taolo nima dedi? Chiroyli sabr toqat qiling dedimi? Payg'ambarimiz chiroyli sabr toqat qildi, duo qildi, kutdi, umid qildi.
2700 odam qaytib bordi, lekin 300 odam sabr qildi, umid qildi, duo qildi. G'alaba shularga keldi. Chunki bular g'alabaga haqli kishilar edi. Rasululloh faxrlikka sabr qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga u faxr bo'lishlik bo'lmaslik ixtiyorida edi. Jibril alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga dunyo xazinalarining kalitini olib keltirib, xorisimi boy bo'lib yashash deganda payg'ambarimiz faxrligini ixtiyor qildi, ana shu faqirona hayotiga sabr qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yashagan uyga kirgan odam qo'lini shunday ko'tarsa yuqoriga, qo'li shib ketardi. Bu balandligi. Agar yotib payg'ambarimiz uxlasa, yo boshi, yo oyog'i devorga tegib turardi. Bu kengligi hujrasi. Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Qo'lini uzatsa shifti yetadi, yotsa boshi yo oyog'i tegib turadi torligida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'qligidan emas, o'zi ixtiyor qilgan. Mana shu mehnatli, mashaqqatli hayotga sabr qilgan. Chunki Robbisi chiroyli sabr toqat qiling degan. Biz-chi sabr toqat qilamizmi, qilmaymizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'lim soatlari yetgan paytda qaranglar, 23 yil mehnat qildi payg'ambarimiz. 23 yil mehnat qilib musulmonlar quvvatga keldi. Rum, Fos musulmonlardan qo'rqadigan holatga keldi. Payg'ambarimiz 23 yil mehnat qilib turib, xuddi bir bog'da ekib, mevaga kirib, salqinlari, suvlari ziyoda bo'lganda, endi yeb, maza qilib yotaman deydigan holat bo'lganda, payg'ambarimiz shuncha mehnat qilib bo'lganidan keyin qiyomatgacha qolasiz, xohlasangiz. Yer yuzi hukmingizda bo'ladi, islom bilan obod bo'ladi. Keyin Allohning huzuriga ko'tarilasiz yoki hozir Allohning huzuriga ko'tarilasiz. Taklif qilinganida bar rofiqil alaminal janna. Rofiqul a'loga, rofiqul a'loga deb mana shu narsadan ham sabr bilan o'tdi. Mana chiroyli sabr faqat, chiroyli sabr faqat deyapmiz. Bu yerda hech kim o'zini besabr deb bilmaydi. Hamma o'zini sabrliman deydi. Boshida o'tgan ishlarda aytib turib, mana shuncha narsaga sabr qildim men deydi, sabirman deydi. Chiroyli sabr toqat nima o'zi? Vallohu alam, agar biz olamlarda shu chiroyli sabr toqat degan elakka solib turib, mana elasa birortamiz ham qolmasa kerak edi ustida. Chunki chiroyli sabr toqat degani shikoyat qilmasdan yashash degani. O'z-o'zidan javob tayin. Biz shikoyat qilmay yasha olmaymiz. Buni shikoyat qilmaslik kerakmi? Qilish kerak. Kimga? Masalan, bugunchi nimadan shikoyat qilmadi? Inson shikoyat qilmay yasha oladimi? Yo'q, yasha olmaydi. Shikoyat qilish kerak inson. To'kib turish kerak mochilagini. Faqat kimga? Faqat kimga? Biz agar Allohning o'zigagina shikoyat qiladigan bo'lsak, biz chiroyli sabr toqat qilayotganlardan Allohga yig'laylik, Allohdan kutaylik. Chunki mushkullarni kim hal qiladi? Alloh hal qiladi. Mashaqqatni kim ko'taradi? Alloh ko'taradi. Duoni kim ijobat qiladi? Alloh ijobat qiladi. Faqirlikni kim ketkazadi? Alloh ketkazadi. Shifoni kim beradi? Alloh beradi. Muhammad alayhisolamga erishgan ummat Allohdan boshqaga shikoyat qilishdan taqvo qilaylik. Chunki biz har kuni iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, sengagina ibodat qilamiz, sengagina suyanamiz deb turibmiz. Kimni bolasi o'lgan bo'lsa, bemor bo'lgan bo'lsa, uyidan jigardan ajragan bo'lsa, g'am qayg'uga botgan bo'lsa, bas chiroyli sabr toqat bilan sabr qiling deyapti Alloh taolo. Sabr qilish nima ekan? Allohning o'ziga elatadini aytib yig'lashlik ekan. Masjidga yugurish kerak shunda. Qur'onni oldiga yugurish kerak yoki zikrga qarab yugurishlik kerak. Dori shu, dori shu. Biz chiroyli sabr toqat qilishimiz Alloh taoloning buyrug'i, iymonimizni talabi. Yengillik kelishini xohlasak sabr qilishimiz kerak. Gunohlarimizni kechirishligini sharti bu. Qarzlarimiz uzilishligi, zolimlarning jazolanishi hamda jannatga kirishligimizni asosiy sharti nima ekan? Chiroyli sabr ekan. Qilib o'tgan amallarimiz uchun, qilgan sabr toqatimiz uchun Alloh taolodan ajr umid qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda shunday marhamat qiladi. Astagfiru minal imani bi manzilati ra'si minal jasad.